Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər, Molanın bu vaxtına xeyirlik olsun. Bugün Suriye və Suriyədəki Uyğurlar haqqında toxtalımız. Onlar məlum bo'lgandek Bashir Asad hakimiyeti ag'dirib tashlandi və Suriyenin hozirgi ahvoli sal murakkab. Yangi HTŞ degan Sham tahrir tashkilotidan shuning kontrolni qilib turyapti. Bir necha xil kuch bilan birlikda Suriyani boshqarib turyapti. Suriyadagi ichki davolg'ish xalqaro vaziyatga bu Uyg'ur masalasi qanday ta'sir ko'rsatadi? Bugun mutaxassislarimiz bilan birga bu masalani analiz qilamiz. Menga tanishlik bo'lgandek Ahmadjon Usmon afandim uzun yil damashq tutgan Suriyani xalqini xili obdan tushunadi ve Abdüali Ayıp efendim müstakil tadqiqotchi, Ilshat Hasan efendim xalqaro munosabat mutaxassisi. Hammalar xush keldinglar. Hoş bulduk, rahmet. Hoş bulduk, rahmet. Köpten köp rahmet. Hammalarga shu programga qatnashib berganinglar uchun. Ilshat aka, birinchi savol sizdan boshlab ketaylikmi? Hozirgi Suriyaning siyosiy ahvolini xalqaro cho'ng kuchlar belgilab turyapti. Bundan burun xalqaro cho'ng kuchlarning bir davolg'ish markazi Suriya. Endi Asad rejimining, Asad hokimiyatining yiqilishi bilan bu Suriyadagi tangpunliq siyosiy kuchlar qanday o'zgardi? Siz bizga konkret bir Suriyaning xaritasini, siyosiy xaritasini analiz qilib so'zlab bera olasizmi? So'zlab bergidek. O derecede emas ama özümninki göz qarashlarım nazarak dep baksam oldu, ortaklaşsam. Qağınne Ahmetcan Abdüali toluqlap ulanınkining bilan o bir siziq chiqishi mumkin deb qarayman. Rahmat aldı bilan programga, hem sabdaşlarımga rahmat, birga qo'shilib tang birga bo'lganimga. Suriyaninki ahvoli burun endi şu yaqinqi o'zgarishning oldida haqiqatan cho'ng kuchlarninki Rus, Xitoy, Amerika, 3 cho'ng kuchninki kuch sinaydigan maydoni bo'lgandi. Bu maydonda Rus ustunlikni o'ynayotgan, Xitoy uninki yontayig'i bo'lgan. Amerika bir qadar mudofaa nemisida turib, Suriyaninkiga Türkiye arkalık, Kurtlar arkalık rol oynayotgan. Bevosita maydonga tushmagan. Bevosita maydonga tushgan Rusdi. Ammo lekin Ukraina urushi bilan Rus ajizildi. Bu ajizlashga ergishib, Rusninki Suriyadagi asosiy roli ikkinchi o'ringa o'tdi. Past ahvolga tushdi. Shuning bilan bu ahvolda Turkiya oldiga chiqdi. Mana deganda, Turkiya oldiga chiqib Türkiye'ninki qo'llashi bilan Suriyaninki Asad hükümeti qancha yil bo'lgan Ahmadjon? 30 yildak so'rdimi? Asad deganda dadasi, bolasi 2 yilsinkini ko'z tutamsa yoki bolasini? 2 yilsinkini, ha, bir yil. 2 yilsinki bo'lsa 55 yil bo'ldi-da hozir. 55 yil, ha. 55 yil so'rgan Asad hokimiyatini yoki dinastiya desak bo'ldi, podshohligi. Bunu bir axla asını üstün kuvvetli bir şirketinin içinde. Dünyanı hangtan kaldırdı. Şunun bilen Suriye'de bir yeni hakimiyet payda oldu. Bu hakimiyetke hazır Rus onun arlaştırak çoğulu yok. Özünün şu yerdeki harbi bazısını saklap kalamamdı. Bu bir sual. Menence saklap kalanmaydı. Hem de bunun da Türkiye kançılık rol oynayalaydı. Menence bundan kinki de Türkiye'nin rolü mu çekik oldu. Hem de bir yerde Amerika'nınki rolü kançılık diye vaxtıda benim perizimde bunu yeni hükümet belgileydi. Yani 1. ayının 20'si çıkan Trump hükümeti belgileydi. Bunun da Suriye, kelgüsüdeki Suriye hakimiyetininki bir yerdeki özgürlüklerge İsrail'e zor güç oynaydı. Türkiye yandın rol oynaydı. Amerika mı bir yerden belki çekinip çıkış ihtimali nahit çoğun hem de. Amerika'nınki asası nişanı kelgüsü de Xitay oldu. Rus bilen Trump prezident bo'lgan keyin agar Rus bilan Ukraina urushini to'xtata olsa, Rusni Amerika tarafga torta olsa, Xitoy birdan bir dushman bo'ladi. O'tir Sharq İsrailga qoladi.
İsrail'e asas rol oynaydı o Araplarda. Ağınıga hem Türkiye yandan yardım buludu. Asasi menimce linyan düşüncelik dep duray. Rahmet. Qağınne Ahmetcan bilan Abduvali olup mu Ahmetcan balkim yaxshiroq bildi o yani. Köp rahmet aka. Ahmet Çakam ikinci soğan sizden başlayıp keteyleyemse siz Suriye'nin azık işki ahval doğruluk nime oylaysınız? Suriye halkı nimeni kütüdü? Qarsam elqe solçularını tatıp onçularını çımı bu mağazıqı Şam heyet tehrir Şam sel cihatçı teşkilatta burun aşna lideri Jolani'nin mu üstüge 10 milyon dolar mukafat koyulgan bir şahıs. Endi bu xil ahval ostida burun ishning Şam Iroq Islom davlatining bir parchasi, Al-Qoidaning bir parchasi deb ko'rilayotgan xalqaro tarafidan bir tashkilotning Suriyaning hokimronlik o'rniga chiqishi hamda Suriya xalqida yana bir xil bir qo'rqishdan chiqroq Asad rejimining hokimiyatining tushib ketganligiga bo'lgan bir xo'shallik texmi bir ko'payayotgandek his qildim man. Sizcha buning sababi nima? Suriya xalqi haqiqatan nimani orzu qildi? Suriye'ninki yani Suriye inkılabı desek, inkılap dep atsak mesela, yani Arap Baharı'nın bir partisi boğan Suriye inkılabı. Suriye inkılabının asaslık maksidi şu Esed hakimiyetini ağdırıp taşlaş. Yani Esed rejimini yok kılış. Bu inkılapның en asaslık maksidiydi. Bu maksat emelge açtı bu kadar. Bu maksatның emelge işi bilen Suriye halkı özününki arzu armanını emelge aşudiye desek buludu. Lakin yine bir taraftan Suriye halkı asasen Suriye'ninki etnik ve dini tokulması biraz murakkep. Muşnunga asasen Suriye halkı adette dini güçlerini bulup mu şu El-Julani'nin ki teşkilatı okşaş Şam Azatlık Heyeti dep ataydı onu. Arapça Heyet Tahrir Şam dep Şam Azatlık Hareketi Heyeti. Şam Azatlık Heyeti dek muşundak bir teşkilatının ki Suriye hakimiyetini kolga ilişi elbette Suriye halkını biraz ensir tuttu. Çünkü bu halk yani mundaq etqa vaqtida dini tarafdan asallıqlar var. Dini asallıqlar. Mesela Alevilerge okşaş, Hristiyanlarga okşaş, İsmaillarga okşaş, Şialarga okşaş degandek arqıl. Onundan başqa yana Suriyada solçular köperek, yani siyasi xahişi, Suriye halkınınki siyasi xahişini nazar taşlasak, solçul güçlermi az emas Suriye'de. Bularmı Şam Azatlık Heyeti'den ensireydi. Lakin umumen qilib etqa vaqtida Suriye halkı bu qatımqı inqilabning, bu qatımqı hareketninki xalma Elşad Hasan abay so'zlab o'tgandek, ko'rsatib o'tgandek bir xalqaro kuchninki yoki xalqaro bir xohishninki sababi bilan yuz berganligini buni butun Suriye xalqi biladi. Çünkü eğer undaq bo'lmagan bo'lsa, menimcha Şam menimcha emas, hatto Suriye xalqining nazaridami Şam Azatlık Heyeti'dek bundaq bir teşkilatninki Suriye'nin Esed rejimidek bundaq bir rejimni ağdırıp taşlaşı mümkün bo'lmaydi. Mümkün emas. Bunu keyin ileraq so'zlashamiz. Muşundaq qarasak masalalarga Suriye xalqining eng asosli xo'shallig'i sen hozir eslatib o'tgandek şu Esed rejiminin ağdırılışı. Bu bütün Suriyeliklerini hoş qilgani. Lakin yeni bir tarafdan mutlaq ko'p sondagi Suriyeliklerini ensirtadiganimi yana mushu xo'shallikning deymiz saplıqını biraz buzadigan bir hal.
Abdülhakim üçüncü sorunu sizden sorup gitey. Ama siz qanday o'ylaysiz ki bu Suriye'nin hozirgi vaziyati to'g'riliq bo'layotgan bu siyosiy ahvolni qanday analiz qilasiz? Sizcha dunyo masalan Suriye'de ikinci bir Afganistan'ın qayta tirilishiga yo'l qo'yamdi? Siz qanday faraz qilasiz? Bu kelgusida bo'ladigan masalaga siz Hayat Tahrir Şam'ın Suriye'nin haqiqatan hech qanday bir mesele chiqarmay boshqarib ketadiganligiga ishonamsiz? Chunki bundan avval El-Qaide'nin bir parçası, Irak Şam İslam Devleti'nin bir parçası, ular tünügün güçlü kallı kesip meydanlarda, Telegram hesaplarda ayarlarını satkan bir teşkilatın bir parçası hem de kaçık derecede özgürlük gitti hazır dünyaya. Şunda icabi fışırlarını biri vardır ama biz müşahedeki bütün itikatlara, bütün etnik kimliklerge okşuş muamılda bulunuz. Bularning o'zining mavjudligini saqlashiga yo'l qo'yamiz degandek uchurlarni dunyo beryapti. Siz qancha ishonchli deb qaraysiz bu uchurlarni? Men Suriye'nin istiqbalından biraz ümit var. Men biraz ümit var taraftarı. Mesela bunu bunda sebepki bağlayayım. Birisi bu ismini Jolani devatdı. Bu ma Golan egizliğinden gelgen Araplı geni diyemegenlik için Jolani deydi. Şu GG meselesi şu. Bazı Jolani deydi, bazı Golani deydi. Çünkü bu Golan egizliği Suriye'deki Golan egizliğinden gelgenken buna cemaati. Şu bunu halkara telaffuzu boyu telaffuz kılsak Golani oldu. Araplar geni diyemeydi. Şu Jolani deydi. Bu Jolani diye adamın ki şu taht çıkıp yani şu Şam'ını Demeşk'ını elip İki hafta içinde burunki sellisinden askeri kiyimden kostüm burulkuğa. Öteştek bu kıyafet özgertişi bunun yeni bir hesapta nait emniyetçil bir siyaset çıkarlığını düşündürdü. Bunun bu emniyetçiliki dünyadaki nurgun asaslı güçler bilen yaxşı çıkışıp öteylaydıganlığını düşündürdü. Bu birisi. İkincisi bu Jolani'ninki nime tutkan pozisiyası. İsrail'e tutkan pozisiyası nayeti ne deyimiz pragmatik, emeli bol diye de karayım. Çünkü İsrail'e gerçek olan egizliğindeki buffer zone, arlık rayonunu besi bağım olsun mu onun hiç kandak şu vakitçe ifade bildirmedi. Bu cihetimi emeliyetçil bir siyaset kullandı diye karayım. Anda üçüncüsü bu Jolani'nin Türkiye'yle olan ittifakı. Türkiye mi Jolani'ninki herkes Afganistan'daki yol tutuşuna yol koymaydı. Türkiye özü bir layık devlet, yeni de bir Afganistan'daki devletinin payda buluşunu, şu sebepten özü de yani köçmelde dolgundan şekillenişini herkes halmaydı. Şuna Türkiye mi Jolani'ninki özünün El-Qaide ötmüşüge kayıtışıga fırsat vermeydi deb qarayman. An yana birisi Ahmet Çakam degandek bu nimening Suriye Afganistan emas. Suriye bu nimege bu zamonaviy dunyo bilan Suriyening uchrashgan vaqti, qitim soni, uningki doirasi albatta Afganistandan jiq uzun ve keng doiralik. Chunki yana bir tarafi bu dengiz orqali allaqachon dunyo bilan tutish bo'lgan bir davlat. Afganistan'daki dünyadan ağırlık kalan iki kuruluk devlet emez. Bunun bu coğrafyalik alayetliği mi Suriye halkını ve Suriye'ni Afganistan'a aylandırıp koymaydıgan bir amil. Şuna meyli halkının ki kurulması olsun, meyli etraftaki koşullarının tesiri olsun, meyli bu içteki başkurucu güç boğan Şam'ı azat kılış, Suriye'ni azat kılış heyetinin ki kurulması olsun bununla yol koymaydı deb qarayman. Lekin bunun hem de bu ümidvarlığım 60%, elbette bunun içinde 40% endişelemi var. Çünkü bunun mesela o Jolani'nin şu kadar özgürlüğüne kol astıda bile uğraştıran adamların hemiz koşulamdı. Bu bir sebep var. Bu koşuluş mümkün, koşulması mümkün. Bunu kim görmez. Ondan bu devlette 10% Kurt halkı var. Bu Kurt halkı özünün allaqachon bir özünün hükümetini kurup onu baş koyganга 10 yılını eşip kalgan. Ular bu kadar asan hakimiyetini, koşununu Jolani'ye tapşırıp veremdi, vermemdi. Bu bir mesele.
Ondan yana birisi bu yerda allaqachon nima davrida, Jolani davrida davlatninki iqtisodini tuttirayotgan az bir qism sarxillar bor. Bu sarxillar albatta nimaning bu Asadninki tayipsidan. Endi ularmı aldırab bu qo'ldagi iqtisodiy boyliqni yangi bu Jolanininki İdlib'den kelgan askarlar bilan o'rtoqlashishni xohlamamdi. Bu bir masala. Shunga mening umidvorligim yuqori omillarga tayangan, ansirishim keyingi omillarga tayangan. Abdüvelikam ko'p rahmat. İlshod aka, sizning Abduvalikamning hozirgi ahvolga men so'ragan so'zni sizdimi qaytadan bir so'ramoqchi. Siz qanday qaraysiz kelajak ahvolga nimaniki? Anadan yana kichik bir parantez ichib bir masalani bir savolni qo'shib qo'ysam, Xitoyning ta'siri qanday hozir? Siz Xitoyning axborotlarini ko'rib tursiz, davomli Xitoy qanday o'ylayotdi, Xitoydagi mutaxassislar qanday o'ylayotdi bu masala to'g'riliq, Suriya masalasi to'g'riliq. Shuni bir qistirib qo'yamiz. Bo'ldi. Abey, Ahmetcan bir meseleni dedi. Bence aşağıda davamlaştırıp ama o Abdüveli'ninki ahırki sualga. Ben muallim boğan, okuvchi olup muallim boğan. Her qanday bir alayda, yaxshi so'zlaydigan, ders o'tadigan, jalbkor, karizmatik muallimmi agar 2 soatdan ortiq ders o'tsa, o'quvchilar zerikadi. Almazsa deydi. Mayli o er kishi olsun, ayol kishi olsun, qanchalik güzel olsun mu 45 minut boshqa vaqtida shuningga leksiyalar odatda 2 soatdan ortiq bo'lmaydi. Demak, yo'g'inim 55 yil bir oilaning Asad degan familiya bilan so'raversa, xalq zerikidi. Bu zerikish bu hokimiyatga kelgan vaqtida Ahmetjon degandek hammadan qutulsaq degan yer keladi. Chunki Asad hokimiyati o'zining xalqiga gaz ishlatgan, zahar gazlarni. Shuningga ammo lekin yana bir keladigan darsga qanday muallim kiradi, o'quvchi birinchi qitim maktabga kelganda bilmaydi. U muallim hozir chiqarayotgan 45 minutni to'shtirib chiqib ketgan muallimdan yaxshimi yo lozimi yoki zolimmi uqmaymiz. Shuning uchun aningda qutuldik deymiz, ammo kelgusi bir savol belgi. Endi Abduvalining abayqi javobiga mening qo'shig'inim faqat bir masala. Bir nuqta. O nima degan vaqtida mayli Afg'oniston bo'lsin, mayli ISIS bo'lsin. ISISmi shu Suriya bilan Iroqdek bir xalqaro bilan tutashgan, xalqaroning o'z vaqtida madaniyatning markazlari bo'lib qolgan bir rayondan chiqqan bir yovvoyi hokimiyat desak bo'ldi. Yoki vahshiy bir hokimiyat. Siz deganga o'xshash televizorlarda, YouTube'larda xalqning kallasini keskinni, odamlarni, ayollarni bozorga selib, pulga sotganlarini dunyoga o'zi ko'rsatdi. Buning bilan insonning qanchalik hayvondanmi emas bir narsaga aylanoladiganligini ko'rsatdi. Demak, bu zamin o shunda bir vaqt kelganda shuningmi balkim tayyor bo'lishi mumkin. Şuningmi mangalishi ehtimolini biz ko'rdik shuningda. Chunki ISIS shu Suriya bilan Iroqning bir qism zaminda paydo bo'lgan. Mushu hozirgi Gilani, Julani demdik, bu shuning bir qismi bo'lgan. Shu vahshiyliklarga sherik bo'lgan bir odam. Endi bugun kostyum bo'lib kiydi. Sababi, tüptiki sababi mening farzimda bu yerda birsi xalqaroning bismi ISISni butun dunyo yo'qotdi desak bo'ladi. Hattoki uningga shu Rosning Xitoyga qo'shildi, yo'qotishda ISISni. Amerikalar emas, hatto Suriyaliklarmi, Iroqliklarmi, Eronliklarmi qo'shildi ISISni yo'qotadiganga. Bu demak, dunyo bundoq bir hokimiyatni qabul qilolmaydi. Bunda bir vahshiylikni sukut turolmaydi. Ikkinchidan, Afg'oniston bizga nimani ko'rsatyapti deganda, men doim o'ylayman. Afg'onistonliklar yangdimi? Ko'rinishga yangdi. Rosni yangdi. Amerikani yangandek ko'rindi. Ammo biz hozir qaraydigan bo'lsak, Narsiri qizlarni ota-onasi pulga boshqalarga 10 yosh, 9 yosh qizlarni setyapti. Ve maktabdan mahrum qoldi.
maktablar takılıvatıdı. Bu yengenge hesaplanamdı yoki tuttaganga hesaplanamdı. Bu her bir dünyadaki hazırki zaman özünü bir taraqqiy qilgan yangi zamonning insoniy degan har bir odamdan savol o'ylashga tegishli bir savolda bu biz bunda bir hokimiyat muvaffaqiyat hokimiyat demdik ya mag'lubiyatlik hokimiyatmi shuning uchun buni menimcha Suriya xalqimi ko'ryapti arab atrofidagi davlatlarning xalqimi ko'ryapti Turkiya hammamiz ko'ryapmiz shuning uchun bu muhit Gilanininki kostyum kiyishiga galastik taqab oldingi haftada nima 2 kundan oldida hattoki Rojisra bayramini Suriyaning bayram deb jakarlashiga uningga besim bu. Shuning bilan o'zgardi. Ammo bu besim davomlashamasa bu Ey balam. Mening qizim. Bu besim bo'lmasa balkim bu guruh yana shu o'zining yo'lini o'zining aqidasiga boshlayma deb boshqa tarafga boshlanishi mumkin ammo boshlasa mag'lubiyatga uchraydi o tabiiy shuning uchun bular Abduvali degandek o'zgarishga majbur bo'ldi shuning qarab mengyotidi ammo buningga cho'qim xalqaradan hamda Suriya ichidagi buningga balkim Ahmadjon Mandin yaxshi uni analiz qilib beradi Suriya ichidagi xalqning har bir kuchlarning Abduvali degandek mayli Asaddan qilib qolganlar bo'lsin mayli Turkiya qo'llayotganlar bo'lsin hammasi birlikda bu besimni qilgan vaqtida bu hokimiyat mukammal taraqqiy topgan kelgusini ko'zlaydigan bo'lib menib Suriya xalqining kutgan kelgusidagi umidini amalga oshira oladigan bir hokimiyat bo'lishi mumkin. Endi Xitoyga kelsak, Xitoy bu yerda bearam Suriyaning bu o'zgarishiga. Nihoyatda bearam. Chunki bu Rusning mag'lubiyati. Rusning mag'lubiyati Xitoy uchun o'zininki bir inglizlarning gapi bo'yicha zavolligininki qo'ng'iroqning ovozi. Mana deganda. Shuning uchun Xitoy hozir Suriyaninkiga diqqat bilan kuzatib, qaysi yo'chiqdan bu hokimiyat bilan, yana yangi hokimiyat bilan bir amal qilib munosabat o'rnatish, shu munosabat orqali bu yerda o'zininki ta'sirini davomlashtirish shuningga urinyotidi, ammo hozirgacha bir aniq yo'chiqni topa olganligi aniq emas, ko'rinmadi. Chunki bu yerda Xitoy Asadni alayda qo'llagan. Agar hammamizdan esida bo'lsa, Beijing Olimpikda o'taymi 2 yilmi 3 yilning oldida. Asadni Xitoy hukumati aeroplan avatib, Beijingga kelib, buni alayda kutgan vaqtida hatto Asadning bir kiygan shiblitining azroq ko'nirab qolganligini maqtab, Asad degan xalqi uchun qanchalik jafo tortayotgani, oyoqlari shunda ko'nirab ketsa-mu, Beijingga kiyib borganligini alayda bir televiziya qilib ishlagan bu. Munchilik ko'tarib baqqan. Endi bu g'ulab ketdi, hokimiyatdan tushdi. Buningga qarshilar chiqdi. Endi bu yerda qanday qilib o'zini o'zgartirib, bu yangi hokimiyatga o'zini bir kuch qilib ko'rsatib, bu yerga ta'sir ko'rsatishga urinyotidi, ammo texi yo'lni ocholmadi. Rahmat. Köpten köp rahmet. Ahmet Çakam sizge keleyli. Siz yazırkı Suriye'nin işki vaziyetini küzetken çıkınızda kandarak bir hakimiyetinin küçük oruntuldığalıqını tahmin kılsız. Hem hazırkı Suriye'nin ahvalımı işki cihetimi neçik parçalanan bir kurallık kütle kontrol kılınan raylığı bölüngen ahvalasız bu. Qarsak siz hazırkı merkezi bir hükümet kurup Suriye'nin parçalanmaymış piti, Suriye piti mağduralık işlemsiz ya ki parçalanıp geçiş ihtimalı badep kıramsız. Çünkü azı kıyma eti Şam çıksa ornuğa Kürt kurallıkları ba Aleviler ve bulanın otursuzu bir kelgisi de tokunuş ihtimalı kıbamı. Elbette İlşat Kan bilen Abdüveli Kam'dan sözlerine koşum çıkıldıqlarınız boz, koşum çıkılsanız boldu. Soğallarım cevap vergeç. Köpten köp rahmet. Hazır endi
Suriye'de bu Şam Azatlık Heyetini hazır Suriye'nin yeni hakimiyeti dep ataşkımı baldır. Çünkü bula Suriye'de bir şu aydan bir yıl geçip olan aralıkta saylam ötküzmekçi. Umumyüzlük saylam. Şu saylam arkalık anandikin Suriye'ninki kanunluk hükümeti hakimiyeti barlık keledi. Şuna azıt bula vaqtlık hüküm sürvatqanlar. Vaqtlık hakimiyet yürgüzvatqanlar. Şuna Suriye'ninki Esed'in keyinki hakimiyetini muşula dep qaraşqımı baldırlık kılıdı. Bu bir taraf. Yeni bir taraftan Suriye'ninki birliki, zemin bütünlüki, bu Suriye halkı, şundakla Suriye'ninki hoşunu devletleri hemmisi talep kılıdığan bir asaslık talep. Bunu hatta Türkiye mi, Amerika mı, İsrailiye mi, hatta şu Şam Azatlık Heyeti mi, Suriye'nin zemin bütünlüğünü takitleydi. Lakin bu mümkün mü? Bu hem de şu hazır Türkiye, Suriye'deki çet el güçlerinin Suriye'deki ulağa münasebetlik taraflarınki özgürüşü meselelerinin hal buluşu münasebetlik. Mesela alaylık Türkiye. Mesela Türkiye Suriye'de bir devlet. 2011'den tatip Suriye inkılabı başlanğandan tatip Türkiye'ninki Suriye'deki her bir şey bağ. Hazırgıçı bağ. Yine devamlılık bağ olup turamdı. Bu fakat Suriye'deki Kürt meselesininki kandak buludağalığı bilen münasebet. Hazır hem de Şam Azatlık Heyeti bütün korallarını yığıp atadı. Hatta özlerine teve korallık güçlerinin korallarını mı yığıp atadı. Hem bütün şu korallıklarını Suriye'nin Devlet Müdafiye Ministerliği'nin içine ekirip birleştirmekti. Bunun içi de Kürtlerini mi çağırıp atadı elbette. Nime Jolani Kürtlerini mi çağırdı. Lakin Kürtler katlaşmadı bununla. Kürtler mi mesela yani Suriye Demokratik Güçleri de atıldı Kürtler. Bula Kur'an'ı tapşırmadı. Hem bu Jolani'ninki bu davetiga katlaşmadı. Eğer muşundaq bulunduğun iş olsa, o çağda Türkiye Suriye'den ayrılmaydı. Türkiye gücü, her bir gücü Suriye'de kalırdı yani. Hem özlerininki Suriye'deki özlerininki Suriyelik güçleri, korallık güçleri emez. Belki hatta Türkiye armiyası mı şimaldaki Kürtlerge, şimal şarktaki Kürtlerge hücum kılışı mümkün. Vuruş elan kılışı mümkün. Çünkü Erdoğan ötkende mesela yine söyledi. Kurallarından tapşırınla, bulmasa silahını kurallarınla bile kümdetimiz yiye gider. Yani bu yine mesele. Çünkü bu Türkiye'ninki milli menfaati bilen münasebetlik mesele. Milli ahapsizliği bilen münasebetlik mesele. Yani muşundaq amillar var. Hem de Kürtlerini Amerika kollaydı. Elbette Amerika bilen Kürtler birlikte ISIS'e karşı uruş kılan. Amerika'nınki Suriye'de ISIS güçlerini yoktuşta Kürtlerine ait çoğun yardım kılan. Hem bunlar ittifaktaşlar. Amerika bilen Kürtler. Hem de Amerika kandak qaraydı. Amerika kandak hal qılıdı Kürt meselesini. Bunun bilen münasebetlik. Hem de Trump hakimiyeti işe tushgandan keyin Trump bu masalani qanday hal qiladi? Bununla bağlı. Agar Trump
Kürtlerninki yine müşbeti kalıdığanlığını kalıdığan iş olsa, o çağda yine Amerika bombasa, Amerika çekilgen takdirde mi Kürtler yine kuralları bilen kap kalıdı. Şunun bilen Suriye'ninki zemin bütünlüğü digen bu tema amelga aşmagan. Endi mesela kıstırsam Ahmetcan, ben sual sorgandek olsun. Mesela Irak hazır asasen üçge bölünüşlük. Hakimiyet merkezki hakimiyeti var. Ama lekin Şia'la ayrım özünün rayını şu Kufa'nın Kerbala taraflarınca. Ma Türkiye tarafı küçük tarafında Kurtla ayrım. Sünnila hakimiyetinin asas kısmı da ama tarafında üçge bölünüp oldu. Hem de Suriye şunda bir xil ahvalda federasiyadek bir ahvalda davamlı imkaniyet qanchalik senancha. Hem de sen yaxshi bilsa shunga men shuni o'yladim. Balkim Suriye kelgusida çünkü sen deganing naq shu negizinde de Türkiye Kurtlar qoral topshirmasa Türkiye chiqib ketmaydi. Türkiye chiqib ketmadi, qolgan guruhlar Türkiye qo'llaganlar qurolni berib onun koşulmaydı Suriye devlet müdafaa kısmına. Amerika Kurtlarını bütünlüğü taşvip etmeydi. Meyli Trump prezident o halette Amerika askerlerini çekindirişi mümkün ama Kurtlarını bütünlüğü taşvip etmeydi. Çünkü bu yerde ISIS'nin yana kaytıp tirilip yani bir tehdit boğanlığını yok atkandan Kurtlar arkalık onu daim tizginde tutup duruş bu Amerika'nın menfaati Orta Şarkı'da. İsrail'e maslaşıp durduğunda şunun için Kurtlarını Amerika taşlamaydı. Amerika taşlamadı, bu mesele hal olmaydı. Hem de sağlığımı sen bir oylap bence geçirsiz İhsan sizden sualınızı ben soru aldım. Ya o hazır senin degenindek Elşad o Suriye'de mi federasyadek bir halet mevcut. Yani bu halet Suriye'de var. Mesela Kürtlerninki teşkilatının ismi Demokratik Suriye Demokratik Güçleri. Suriye Demokratik Güçleri. Demek Kürtler bu yerde Kürdistan Demokratik Güçleri demedi. Suriye Demokratik Güçleri de oldu. Demek Kürtler özleri Suriyelik de qaraydı. Yani Suriye'nin zemin bütünlüğünü hürmet kılıdı. Lakin bu yerdeki mesele ne dese Kur'an meselesi. Yani bu Kur'an'ı Suriye'ninki merkezi hakimiyeti tapşıramdı mesele yani. Lakin hazırlıkaya geçe Kürtler bunu tapşırgını yok. Hem tapşırdıqanlığını bildirgini yok. Müştak ahval aslıda hem de yani nasıl bir kalktı Amerika münasebetlik. Amerika ne dese Kürtler şunda bulurdu. Çünkü Kürtlerin kollavatını Amerika. Şuna Türkiye'ninki Suriye'deki meselesi kaçan el oldu, kandak el oldu dese şu Kürtlerinki meselesi bilen el oldu. Kürtlerin meselesi Amerika'nınki meydan ele mesele oldu. Eğer Amerika elbette Kürtlerin vazgeçmeydi. Amerika vazgeçip bakmadı özünün ittifaktaşlarıdır. Trump çıkarken benim diyeceğim testçuma. Trump dünyadaki uruş orullarını men uruşun tügütemen de vatadı. Dep aşına verdi vergen mesela ola nimqaga vaqtada saylamda. Hem Suriye'nin bu ahvalını qanda tügütüdü, onu tügütüdüğü iş olsa fakat Kürtlerin meselesini tügütüş gerek. Yani Kürtler kurallarını merkez hükümetke, Suriye merkez hükümetke tavşırış gerek. Muşlah boğa vaqtada anondikin iş tügeydi. Lekin Elşad hazır degende bu federasiya şeklindeki mesele hakimiyet Suriye'de Irak okşaş bağımlısı bak. Meni endi Ahmetcan'niki qo'shib degan vaqtida Trump Amerika askarlarini açık ketish ehtimoli cho'ng. Ammo lekin O'rta Sharqda o'ziga ittifoqdosh bo'lgan, o'zininki qimmat qarashida tang turayotganlarni bularni tashlamaydi. Xuddi Isroilni tashlagandek Kurdlarni tashlamaydi. Uningki yana bir masala bor bu yerda, murakkab harak yeri.
Türkiye'nin NATO'daki o'rni bilan Amerika bilan yaqin. Ama NATO'daki o'rnida Türkiye'nin Xitoy bilan Rus bilan yaqinlashishi NATO'nun ichidagi va Amerika'nın ichidami zo'r bir turkum hozir bu kuchlar avjiyotidir. Masalan, Türkiye NATO'nun ichida davomli turishmi yoki turmaslikmi, Türkiye zodi qanchalik buningga yaqinlashidir. Shuning uchun menimcha bu yerda Türkiye'nin Xitoy bilan bo'lgan munosabati, Rus bilan bo'lgan munosabatidagi qarshi etishlari Amerika'ningki aldirab Kurdlarni tashlab etmasligiga yana bir tüptiki sabab bo'ladi. Agar Türkiye bütün Xitoydan, Rusdan o'zini munosabatni uzib, qat'iy niyati bilan NATO tarafda turamdi deganda buningdimi turolmaydi. Biz onu bilamiz. Undaq bo'ladiki, bu masala menimcha yaqinqi kelgusida hal bo'lmaydi. Gerçi Ahmetcan degandek saylam o'tkazilsa-mu, o hokimiyat bir aciz markaziy hokimiyat bo'lib, hozirgi mavjud federatsiya davomlashish bu xil ehtimoli cho'ng. Bunda bo'lsa texi yaxshi tarafimi bor. Uningki yana ISISdek bir hukumatning u yerda yoki Afg'onistondek bo'lib ketishining oldini ola oladi. Mening qarashim. Senin deganingdek bo'ladigan o'xshaydi. Masalan, nimaga qarasak, hozir Isroiliyaninki David koridori degan bir qurilishi bor. Hozir bu boshlab bo'ldi Isroiliya buni. Mushu harakatdan keyin, Suriyada yuz bergan mushu voqeadan keyin Suriyaning Golan egizligidan chiqib, bu endi bir Suriyaning zeminining ichida albatta, mush Iroqninki chegarasini bo'ylab bu koridor davomlashib Furat daryosigacha bordi. Furat daryosi degan bu Suriyaninki shimolida, shimoliy sharqida, ya'ni Kurdlarning zeminininki tabiiy chegarasi hamda Furat daryosi. Demak, bu koridor Furat daryosigacha borgan. Lekin Furat daryosidan o'tib, yine Iroqninki Suriyaning shimolidagi Kurdlar hozir kontrol qilayotgan zaminning nimasida davomlashmagan. Ash Furat daryosiga berib to'xtagan. Shunda bo'lganda, mushunga qarasak, mushundan nimani o'qig'ili bo'ladi degan vaqtida demak Isroiliyami Kurdlarninki mushunda qurolliq shaklida Suriyaning shimoliy g'arbida mavjud bo'lib turadiganligi, davomlashadiganligini biladi. Hem shuni e'tirof qiladi, hem shuning asosan harakat qilyapti degan gap. Shunda bo'lganda demak Turkiyaninki Suriyadan chekinishi yoki Suriyaning boshqa kuchlarini, qurolli kuchlarini ishlatib Kurdlarga qarshi urush qildirishidan voz kechishi menimcha bu taqiq mumkin bo'lmaydigandek. Köpten köp rahmet Ahmet Çaka. Abdülhakim sizden başlayıp gidelim yana. Hem de Uygurların meselesi qaytib kelsek biz Suriye'deki Uygurların bilimiz anlayımız lekin tazı iniq bir uçur yok tordu mu? Hem de ular qayerda qachon kelib qolgan çünkü bizning vatan bilan mı Suriye'nin ağırlığı mı xili bir otursuzda neçe devlet bor xili bir uzun bir musafe. Hem biz faqat u yerda Uygurlarning bağlığını bir cemaatlarning bağlığını anlayımız, qurolli kuchlarning bağlığını anlayımız. Bu qanchalik derecede bu meseleni siz xili bilsiz deb qarayman. Shunsiz Suriyadagi Uyg'urlarning ahvoli to'liq bizga bir umumiy uchur bera olamsiz? Albatta bu Suriye meselesi chiqqandan keyin u yerdagi Uyg'urlar xalqaro axborotlarning diqqat temisi bo'ldi. Bunun da Xitoy axborotini tortib inglizcha, ruscha hamma axborot e'lon qildi, lekin Uyg'ur axborotlarining e'lon qilmagani biroz menaj afsuslik ish bo'ldi, chunki bu mavjudlikni inkor qilib yashag'ili bo'lmaydi. U yerda Uyg'urlarning borlig'ini biz ko'zimizni yumbag'anga ular yo'qolib ketmaydi. Shu bunimi aslida bir tadqiqot temasi, axborot temasi bo'lish kerak deb. Paraq temasi bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda, lekin nopozliq axborotlarimiz bu vaqtda xabar bermadi. Bu bir afsuslik yeramdi. Bu yerdeki Suriye'deki Uygurlarını alsak, Suriye'de 3 Türk'üm Uygurlar var. Birisi Türkistan İslam Partisi'ninki askerleri ve şu yer turvatkan
kişiler. İkincisi bu Türkmenler bilen birle uruş kılıbatkan, küçük cemaat deyilatkan bir sani 70'tin etrafında, 60-70 etrafında bulatkan bir Türk'üm, küçük bir cemaat. Yeni birisi Kortla rayonu, yani Rojava'daki birisi Ayalla lagerda, yeni birisi Erler'in türmesi etibatkan esir Uygurlar. Demek bu Suriye'de 3 xil Uygurlar var. Bu Uygurlarning qachon yerga berib qolgan degan savolga kelsak, bu Uygurlar 2012-yili kelgan. Tunji kelganlar vatandan kelgan emas, tunji kelganlar Pokiston va Afg'onistondan kelganlar. Pokiston, Afg'onistondan Halab atrofiga kelib, shu yerda urushga qatnashgan. Undan keyin 2015-yili bular Asad ordusu, Asad armiyasiga urush qilib, Idlibdagi Jisri Sho'r degan rayonni, degan nahiyani. Shu nahiyani qo'lga olgan. Qo'lga olgandan keyin shu nahiyaning bir qism zaminlarida oila a'zolarini o'ltiraqlashtirib, shu 2015-yil aprel 4-oydan boshlab hozirgacha shu yerda turyotdi. Ularning yerda turayotganimi mana kelar yil bo'lsa 10 yil bo'lgan bo'ldi. Endi bularning soniga kelsak, sonlar haqiqatan har xil. Xitoyning ma'lumotida u yerdagi Uyg'urlarni 5000 deydi. Men buning manbasini aqtirib baxsam, shu Xitoydagi Suriya elchixonasining elchisining degan gapi ekan. 5000 Uyg'ur bor degan gapi, shuning manba shu yerga taqishdi ekan oxiri. Lekin Xitoy hozirgacha buni 5000 deydi ekan. Endi u Xitoylar bayrog'i 5 yulduzli qiz bayroq qo'yishdi, 5 kamroqmi yoki 5000 yillik maddi tuzada 5 kamroqmi 5000 deydi ekan buni endi. Ham Uyg'urlarning ma'lumotida Uyg'urlar buni 3 ko'payt 15000 qilyaptimi, 15000 deydi ekan. Bir 5-15 masalasi bor bu yerda. Uyg'urlar 15000 deydi, Xitoylar 5000 deydi. Ondan bu ash naq maydonda turib axborotning ziyoratini qabul qilgan jangchilar 6000 dedi. Endi lekin o 6000'ning degani zodi 6000 jangchimi yoki 6000 umum odammi? Bu vaqtdan bir narsa bo'lmaydi. Endi Turkiston Islom partiyasining o'zining odamlarining deyishicha 15000 umumiy odam nüfus. Bunun ichida 5000 jangchi degan ma'lumotni berdi. Biz endi ularning shu Turkiston Islom partiyasining o'zidan desak, shu 15000 odam bor, 5000 jangchi deymiz endi. Ondan başqa bu əsir halatda turayotgan Uyg'urlarning soni 2000 atrofida deyilyapti, lekin buning ko'pinchisi kichik bolalar, ya'ni 1200 atrofidagisi kichik bolalar, qolgan 800 atrofidagisi cho'nglar hisoblanadi. Türkmenlar bilan Turkmenton atrofida urush qilayotganlar, ular, ya'ni ularning ichidagi guruhlar bir 70 atrofida ekan. Endi bu mu aniq emas, ya'ni bular oilasi bilan 70 mi yoki jangchi 70 mi? Bular mu aniq emas. Hamda keyin bu haqiqatan Suriyada bir teyishlik bo'lsa, u yerga bir tadqiqot qilg'ini bağlı bo'lsa, bir teyishlik bo'lsa, berib o'zimiz egallab, o'zimiz bir ma'lumotni to'zib chiqmasak, hozirgacha bu vaqtda balkim chet el istixbarotlarining ma'lumoti bordir, lekin bunda bir tadqiqot dokladdak bir narsa yo'q endi. Buni kelgusida bizning qilishimizga to'g'ri keldi. Endi bu Uyg'urlarningki axborot chiqishining sababi bular shu Damashq ilingan chog'da va Halab, Huma degan rayonlar ilingan chog'da bu yerda Sharq Turkiston Islom partiyasiningki kelmi shahodat tushirilgan bayroqni ko'tarib bu yerda xalqaro jamiyatga o'zini ko'rsatdi. Shuning bilan buningga xalqaro axborot qiziqdi. Telegraf, Angliyadagi Telegraf gazeti bu vaqtda xabar ishildi. Ondan başqa buni Xitoy matbuotimi taqatdi. Hindiston vaqti gazeti, Osiyo vaqti gazeti deganlarmi bu vaqtda xabar berdi endi. Bu xabarlarda men kuzatib baxsam mundaq ahvollar bor. Xitoylarningki xabarida bularni ya'ni shu burun qilib bo'yicha Suriyani bazi qilib davlatimizning bir butunlikka qarshi turayotgan terrorchilar deb tilga oldi albatta. Bu nayron qog'iliq emas.
İkincisi bu nemenin haberleri var. Hindistan vakti gezisinden haberleri. Bularning haberi telegrafnikiga o'xshab qoldi. Yani bular Xitoydan zulmga chidamay qochib chiqqanlar deb. Lekin bu yerda bir masala bor. Telegrafning haberida bir xato nuqta bor. Men buni nimasigimi yozib qo'ydim. Shu muxbirning o'zigimi. Yani bularni Xitoy bostirg'achqa bu qurolliqlarni. Bu qurolliqlar Suriyaga kelgan degan bir gap bor. Amaliyotda bu yolg'on xato ma'lumot. Uyg'urlar hargizmi u yerda qurolliq holatda mavjud emasdi. Yani Türkistan İslam Partisi Ürümçide, Qashqarda, Xotanda qurolliq holatda mavjud emasdi. Xitoy bostirg'achqa qurolliq qilib chiqqan emas. Bu bir xato ham yolg'on ma'lumot. Buni inglizcha desak misleading bo'ldi. Bu xato narsa. Buni muxbirning o'zigimi yozib qo'yman. Ikkinchisi nima desa? İkincisi bu Uygurlarni butunlay shu nimadan chiqqan, vatandan chiqqan degan ma'lumotni debdi. Bu xato. Amaliyotda buningki dastlabki 2012-yillar kelganlari nimadan kelgan? Afg'oniston, Pokistondan kelgan. Lekin asosli qismi, ya'ni 99% amaliyot hozir 15 ming degan ma'lumotni to'g'ri deb qarasak, 99% Turkiyadan kelgan bularning. Hem ko'p qismi 2015-yildan keyin kelgan. 2015dan burun kelganlar bek oz. Shunga bu yerda bu ma'lumot xato. Undan boshqa bu Amerika ovoziningki Xitoychisimi xuddi shu Beijing turib yozgandek bir xabar yozibdi. Bu xabarda shu Uyg'urlarningki Sharq Turkistondagi shu barliq qarshilik voqealarini ashulaga tava qilib tasvirlabdi. Ya'ni Uyg'urlarningki Xitoydagi, yani Sharq Turkistondagi qarshilik kuchlarining xuddi bir kuchli bir holatda bo'lganligi. Bu sababdan Xitoyningki bu irqiy qirg'inchilikni qilayotganligi ne tushundigandek bir xil banada bir xato ma'lumot bor ekan. Amerika 2022-yili Turkiston İslam Partiyasini terrorlik tizimidagi kirgiz deb yozib qo'yapti. Unda gap yo'q. 2020 chiqarib aytgan aksicha. Shu ma'lumot xato. Men buni nimasiga yozib qo'ydim. E-mail yazıp tahrirleri gezip koydum. Bu hata demiş kıyılanlı bu da. Demek ki bir abiyam gapni beşe qaytib kelsek, biz bu meseleni özümüz tadqiq qilib, özümüz xulos qilib, maqola yazıp sunmasak, mushundaq hata ma'lumotlar dunyoni qoplab ketadi, hata tushuntirishlar dunyoni qoplab ketadi. Bu birinchisi. Ikkinchi masala nima desa, bu yerdagi Uyg'urlarni xalqaro axborotga o'zini yaxshi tushundirmadi. Orliqda masalan CNNning muxbirlari izladi, Ondan Reuters agentliğinin muhbirleri izledi. Ondan bu nimedeki mesela Al Jazeera'nın adamları izledi. Bu axbaratlıcık izledi. Lekin bular özü düşendirmedi. Hem düşendirmey mi kaldı mı dese, ictimai taraflarda düşendirdi. Lekin resmi bir teşkilat sütüde bunu düşendirmedi. Düşendirmegendeki bir yerde yalgan malumatlar ve hata malumatlar, burumlangan malumatlar kengri bular hakkında. Hem yana birisi bu meselenin özülam bir nazik mesele bo'lg'achqa bu haqda bizning Uyg'ur ziyolilarimi bir fikr bayon qilgan ahvolmi oz. Asosli fikr bayon qiluvchilar Michael Clark degan odam fikr bayon qildi. Undan boshqa Sean Roberts fikr bayon qildi, nihoyatda ilmiy fikr. Boshqa bu Xitoy tadqiqotchilari fikr bayon qilyapti. Bo'libmi? Asiya vakti gezisinde Xitoy tadqiqotchilari 3 qitim maqolalar qilib bo'ldi shular haqida. Endi shunga bizning bundan keyingi qildigan ishimizning birisi zodi shu chelakash ma'lumotlarni qandoq qilib bir suzuk holatga kelib dunyoga Uyg'urningki shiyadagi realligini amaliy, ilmiy, pokitlik bir usulda o'tirib qo'yish degan masalani intayin muhim bundan keyingi masalaning ichida. Köpten köp rahmet. Abdühalik Ayaman yaxşı uçurlarını berdiniz. İlşat Kaim, siz qandaq oylaysiz bu mesele üstüde? Anadaki Afganistan'daki Uygurlarning taqdiri bilan Suriyada hozir rejim o'rilib yangi hokimiyat chiqdi. Bularning taqdiri sizcha bir o'xshash bo'lish ehtimolligi bormi? Siz bu ikki rejimdagi, ikki davlatdagi, ikki Uyg'ur jamoatining uchirgan qismatini qisqacha selishtirib baksangiz. Menimcha shaxsan menmi
Suriye hakimiyeti qo'llashga boshlaganki, Halepni olgandan keyin men bunga qarab mangdim. Shuning bilan qarsam Abduvali degandek Angliyaning Telegraphda video chiqdi. Videoni boshdan oyoq bir necha qatim ko'rdim. Hayajonlandim, rost gapimday. Bu yerda iltinim qilish yo'q. Hayajonlandim. Ko'rib bir xil havasim bo'ldi. Demek bizning shunchalik agar tarbiyalasa, shunda bir qurolli qismlarimizning bo'ldig'ini, nayt jasoratlik bir xil ko'rinishlari, xuddi milliy armiyaningki har yili Cumhuriyet kunida rasmlarini qo'ygan vaqtlarda bir keladigan his tuyg'ular shu keldi. Endi bu yerdagi masala Abduvali degandek, ularni qanday tushuntirish? Telegraf menimcha Abduvali degan kamchiliklarni chiqarib aytganda nayt yaxshi tanishdi deb qarayman. Chunki bular boshda bu shu odamni hayajoniga tushirgan shu ssenariyalarni ko'rsatib bo'liblar, Uyg'urlarningki tortayotgan zulmlarni, lagerlar to'g'riliq hammasi nayt inchga. Bu yerda bronqadek shunda Islom partiyasi ya desa terrorizm u bu deydigan gap yo'q uningda. Butunlay Xitoyning zulmi. Endi menimcha Abduvalining bir fikriga meni azroq nemam qo'shaydig'ini bularni endi Xitoydan kelgan deganida menimcha mayli Turkiya orqali borsin, mayli Pokiston, Afg'oniston orqali borsin, Sharq Turkistondan bevosita Suriyaga bog'ni bo'lmaydi. Cho'qim bir 3-chi davlatdan bordi. Shuning uchun ular mayli Turkiyadan borsin, mayli Pokistondan borsin, mayli qaysi yili borsin, bularninki shaxsan mening ko'z qarashimda bular shunda bir fursat izlab qanday qilib bir vatanga o'zining tayyor bo'lishini. Masalan, men Amerikadami men bir yaqin o'tishadigan og'inlarim bor, bir so'zda degan. Men bir necha qatim burun men Amerika birlashmasidan qilgan, keling, mening qatnashib biz bilan birga bo'ling desam, "Efendim, qachon siz tayyor bo'ldik, kirimiz desiniz, avtomatni bersangiz qo'limizga ilib kirimiz, keyningizdan oldingizda mangimiz, bularni sizlar qilinglar" degan. Shuningga o'xshash men o'ylayman, bu Uyg'urlarmi shuningga bir tayyor bo'lamiz deb bordi, tayyor bo'lganda ko'rindi. Ammo bu yerdagi masala siz so'ragan naq shu yerga berib taqiladi. Endi Afg'onistondagidek bo'lib qolamdi, oxirsida yam bo'lib ketamdi. Yoki boshqa bir taqdir bo'lamdi. Hozir Abaki Ahmadjon men Abduvali uchimizning analiz bo'yicha mangsa. Masalan, hozirgi bu Suriyadagi shu Julanilarning hammadan qurol tashlanglar deydigan, tashlaquzdigan majburiyat shunda bir sharoit bo'lib qolsa, ularning taqdiri balkim Afg'onistondek bo'lib qoladi. Ammo uningga shaxsan mening ko'z qarashimcha 5 yildan 10 yil vaqt ketadi. Bunda bir 10 yildan ortiq urush bo'lgan bir davlatning hamma kuchlarini qurolni tashiltib, hammani birlik akilish uchun 5-10 yil ketadi. Bu 5-10 yilda birsi xalqaro vaziyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ammo eng muhimi biz Uyg'urlar bo'libmi, chet eldagi Uyg'urlar har birimiz o'zimizningki qilayotgan xizmat doiramiz, munosabat doiramiz, tashkilotlar doiramiz shuningdan foydalanib bu Uyg'urlarningki Afg'onistondagi Uyg'urlarimizdek tragediyaga aylanib, oxirsida o'zining mavjudligini saqlab qololmaydigan holatga tushib qolmaslikning oldini olishga tirishishimiz kerak. Shaxsan mening ko'z qarashim shu. Ham buningga qanday qilamiz? Buni tashkilotlar, ziyolilar, chet ellik faoliyatchilar tashkilot orqali bo'lsin, o'zining xizmat doirasi bo'lsin, ularni Abduvali degandek yaxshi tushuntirib, bu kuchni tig'ni qaritadigan tarafga qaritib, shuningga ishiltadiganga, shuningga mang'idiganga shu tarafga tirishish menimcha hozirgi Uyg'urlarning birinchi vazifa. Boshlanish yaxshi deb qarayman men. Xitoyningki matbuotlari zaten biz uchun yaxshi gap qilmaydi. Uningdan umid kutmasligimiz kerak. Mayli u Amerika ovozining xitoychisi bo'lsin, mayli Erkin Osiyoning xitoychisi bo'lsin, bu yerda xitoyparastlar ko'p.
Ben Erkin Asya Xitayçılığı maqala yazma. Ben özüm bilmem. Onun içinde qanchalik jangchilar bo'lganligini. Hatta Xitaylar bizni haqoratlab yozgan maqolasiga men javob yozsam, meninkini bagini unumadi. Ikki yil qitimda rad qildi. Birinchi qitimda Wei Jingshinninkini javob bersam, meninkini rad qildi. Wei Jingshinniki hozirgacha turdi. Xeyli bir yergacha opadim, oxirisi qarsam, u yerdan bekchim tursam, mening ovozimni bo'g'ib qo'yish ehtimoli uchun uning bo'g'ilmaydi. Shuning uchun mening ovozim davomli bo'lishi uchun ma'qul dedim, boshqa yerda e'lon qildim. Yaqinda yana takrorlandi. Yana ma'qul dedim. Boshqacha bir usulda e'lon qildim. Demak, bu yerda ulardan biz umid kutamaymiz. Ammo lekin Abduvali degandek, mayli BBC, CNN bo'lamdi, mushu matbuotlardan biz bularga ta'sir ko'rsatalaymiz. Hozir shunchalik darajaga yetdik chet ellik Uyg'urlar. Shuning uchun ularga qanday bularni ko'rsatish biz chet eldagi Uyg'urlarning va ular o'zining majburiyati. Bu yerda qaytadan bizningki nima uchun bunda bu yerga to'planib qolganligi, bularningki maqsadi nima? Buni yaxshi tushuntirish bu Afg'onistondagi Uyg'urlarimizning tragediyasining qaytadan takrorlanmasligidagi bizga topshirilgan va ularga topshirilgan bir vazifa deb qarayman. Endi qistirib bir ig'iz gap qilatsam, har qanday millat o'zining erkinligini, mustaqilligini amalga oshirmaydi ekan, suhbat bilan, xalqaro qonun bilan amalga oshmaydi. O çokum ahirsida bir kuch bo'lish kerak. Ben burun bir leksiyarimda so'zlagandim. Masalan, Ruanda qirg'inchilik uchirgan vaqtida, qirg'inchilik yuz berganda, qirg'inchilikqa uchirgan millatning ismini qaysi unutib qoldim. Birsi Tutsi, birsi Hutu. Qaysi qirg'inchilik uchirgani? Hutular deyman. Hutularninki şu vaqtda Kenya bilan Ruanda'nın chegarasida 5000 kishidan ortiq bir hukumatga qarshi partizan askarlar bor ekan. Oxirsida Amerikani tashlab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini tashlab, hech qaysi aralashmaymiz, o'zinglar hal qilinglar deganda, shu 5000 kishilik kuch besib kirib, oxirsida qirg'inchilik uchirganlarni qutuldirib qolgan, to'xtatgan. Hozirgacha hokimiyatni shular so'rayotdi. Demek, kuch bo'lmagicha bir millat bo'libmi biz? Agar 5 yilning oldida, 10 yilning oldida bo'lsa, balkim xeyli bir turkumlarimiz o'zimizni qochirotdik. Bugun biz milliy qirg'inchilikda uchrayotgan bir millat. Milliy qirg'inchilik uchrayotgan millatni bir kuchi bo'lishi lozim. Bu kuch qanday ko'rsatish, qanday qilib buni saqlab milliy qirg'inchilikni ip berayotgan kuchga qaratish, bu bizga qo'yilgan savol ham amaliy bir qiladigan ish deb qarayman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat Ilshodga. Ahmadchikam, siz yuqorqi gaplarga bo'lgan o'zingizning pozitsiyangizni qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Ana keyin sizdan bir narsa so'ray desam, o'tganda Hamada bir Noel yog'ichi deymiz uni, Rojdestvo nimiz tarixidamdiq, shuni o't qo'yilibdi. Men buni asal qarab baksam, ba'zi Türk jurnalistlar ichida buni Uyg'urlarga, Chechenlarga o'xshash chet ellik gazetecilar, chet ellik jangchilar qilgan bo'lishi mumkin deb chiqarib qo'yibdi. Qarasam, namoyishning videolari borga Twitterda shular qarasam, hammasi chet ellik jangchilar Suriya tuproqidan yo'qolsin, chiqib ketsin deganga o'xshash shuarlar. Hatto shu yerda ATShning bir lideri kelib, bular ketidi, o'zlarining davlatiga qaytgan vaqti keldi degandek so'zlarini mi ko'rdim. Siz qanday o'ylaysiz? Suriyadagi Uyg'urlarning vaziyati qanday bo'lishi mumkin? Suriya xalqi bu Uyg'urlar yoki chet ellik jangchilar to'g'risida nima o'ylaydi? U yerda bir kelgusi bor deb qaramsiz Uyg'urlarni? Okey, oldi bilan mau Abduvalininki mau yolg'on uchurlarmi? Saxta ma'lumotlar. Saxta ma'lumotlar, saxta uchurlar, ma'lumotlar. Bu şahta bir qo'shimcha qilib ketay. Abduvalining deganlari to'g'ri. Yani shundaqla Abduvalininki to'g'ri ma'lumot
saxta bo'lmagan uchurlar, ma'lumot deganlarning saxtaligini deb qo'yayman. Masalan, Onu bil. Mesela Uygurlarni mesela Afganistan'dan, Pakistan'dan, o yerden Afganistan'dan, anikin Türkiye'den badi Suriye'ye vatandan çıkkını yok degan mundaq gap bo'lganda aslında anladım. Hem hata anlap qalmagan bo'lsam. O bunu Elşatmı eskartib o'tdi. Lekin hem Uygurlar şu 2013 yılı o asasen bizning vatandan chiqqan Uygurlar. Ular hatta Türkiye istihbaratı, Xitoy istihbaratı bilan birleşip hareket qilib chiqqan Uygurlardir. Çünkü nima uchun desa, ayni vaqtida Türkiye Asad rejimiga qarshi urush qilganlarni, mushu jihodchilarni akagan, butun dunyodan chiqib Türkiye akagan, Türkiye istihbaratı. Şu hareketning ichida bizning Uygurlarni kelgan. Meningki egallagan ma'lumotlarimda shu chaqda 2013dan boshlab chiqqan Uygurlar asosan Turkiyaga keladi, andan Turkiyadan Suriyaga avatiladi. Hammasi emas albatta. Bu Uygurlar taxminan 15 mingdan kelib chiqdi. Amaliyotda 30 minglarga boradi degan uchurlar bor. 30 minglarga boradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, masala Türkiye Asad rejimini ag'dirishda qurolliqlarni, xalqaro jihodchilarni Türkiye orqali yig'ib Turkiyadan Suriyaga akirganligi bu reallik. Mushuning ichida Uygurlarni shundoq kelgan. Endi Uygurlar vatanda qanday tashviq qilingan desa, buni hijrat deb tashviq qilingan. Ya'ni Suriyada xalifalik, islom xalifaligi davlati quriladi. Shunga endi mushu xalifalik davlatiga hijrat qilgan gap musulmonlar. Endi bu aniq bir tushuncha, hukm islomiyatda hijratda. Şunun bilan bizning Uygurlar u yerda Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun emas. Umuman 199% deyalayman. Xalifalik, yani xalifa davlati, islom xalifa davlati uchun kelgan u. Hozir hatta Afg'onistonda bo'lamdi ayni vaqtda 90-yillarda, yoki bo'lmasa Suriyada bo'lamdi 2010-yillari. Bu Uygurlarninki, qurolli Uygurlar, urush qilayotgan Uygurlarning hammasi asosan bularninki masalasi nima desa, Sharqiy Turkistonning milliy ozodligi uchun emas. Sharqiy Turkistonni islom xalifaligining bir parchasi sifatida ozod qiladi bular. Shunga masalaning xarakteri o'xshamaydi, butunlay o'xshamaydi. Bu bir taraf. Hem yalgan ma'lumotlarninki uchurlarning yana bir tarafi nima desa, telegrafning qo'ygan o nimasimi, bütün ash ko'rinishlarning hammasi bu qatim Suriyada yuz bergan voqeadan burunqi ko'rinishlar u. Nima uchun? Bu qatim Suriyada yuz bergan voqeada urushlarda biz urush deymiz, xalqaro shunda urush deb nim qiladi. Amaliyotda Halep'ten başlap ta ki Damashqgacha hech qanday urush bo'lmadi Suriyada. Hech qanday urush bo'lmadi. Bütün davlat armiyasi, Suriya davlat armiyasi Asadning buyrug'i bilan, Bashar Asadning buyrug'i bilan Halep'ten tortib ta ki Damashqgacha bo'lgan oraliqda chekinish buyrug'i berilgan bularga. Urushmaslik. Çekiniş. Şuna Halep'ten tortib ta ki Damashqgacha bütün armiya, askerler, Suriye'nin milli askerleri, yani vatan armiyası, Suriye armiyası. Elbette o hazır Suriye'de hem de devlet armiyası degen Asad'ınki yançuqdaki bir armiya hem de. Şuna ona devlet armiyası da ataşma menimce doğru olmaydı. Lakin atalmış devlet armiyası hemmisi bu qatımki bu Şam azatlık heyetinin qurolli kuchları ve başka qurolli kuchlar bilan urushmaslik buyrug'i berilib, hem shaharlardan chekinish. Mushundaq buyruq bilan bo'lganlik uchun hech qanday urush bo'lmay bular Damashqqa keldi. Shunga 10 kun ichida
Bularning Damashqqa kelib, Damashqni elishi shu sababdan. Urush bo'lmaganlik butun Suriya armiyasiniki chekinganlik sababidan. Şuna av ko'rinishlar, yolg'on ko'rinishlar. O yolg'on emas, rost ko'rinishlar, lekin urushdan burunqi, bu qatimqi Suriyada yuz bergan voqeadan burunqi ko'rinishlar. Anandan keyin yana bir masala, Sham ozodlik hay'atininki qo'shinlariga bilan billa kelganlar Shamgacha. Hatta Halabdan tortib Homus, Hama, Homus, Shamgacha kelganlarning hammasi Mundaq chiqayotgan vaqtida Suriyaninki qurolli kuchlari, har xil qurolli kuchlari, Suriya isyankorlarininki, inqilobchilarning qurolli kuchlari, hatto shu nima bilan birlashgan, shu Sham ozodlik hay'ati bilan birlashgan qo'shinlari, guruhlari. Lekin bularning ichida hech qanday chet el guruhlari yo'q, qurolli guruhlari yo'q. Uyg'urlarmi yo'q, o'zbeklarmi yo'q, chechenlarmi yo'q, hech qanday chet el nimsini aralashtirmagan, qo'shmagan. Ya'ni tutishish shundoq bo'lgan. Ya'ni bularning ichida Halabdan boshlab Damashqgacha hech qanday bir chet el guruhlarininki kishilarini yoki qurollarini ko'rib bo'lmaydi. Bu bir. Hamda üçüncü mesele nima desa, Afg'onistonda qanday hal bo'lgan bo'lsa, bularning masalasi Suriyada shunday hal bo'ldi endi. Yanada o xalqaroninki qarori bilan munosabatli. Agar xalqaro qanday tutishgan bo'lsa, Jolani bilan İsrailiya, Amerika, Jolani bilan qanday tutishgan bo'lsa, shu tutishning nimasiga asosan, nima deymiz, modellariga asosan bizning Uyg'urlarning masalasi shunday hal bo'ldi. Lekin uni biz bilmaymiz. Uni Suriya xalqimi bilmaydi hozir, hech kim bilmaydi. Hatto Jolani bilan billa kurash qilayotgan, urush qilayotgan ash qurolliqlarni bilmaydi. Chunki ba'zi xabarlarga Suriyaliklar butunlay, Suriyaliklar asosan umumyuzlik Jolanini İsrailiya ve Amerika bilan tutishganda o'ylaydi. Tutush bo'lgan birisi. Hammasi shundoq qaraydi. Ularninki qaysi taraf bo'lishidan qat'iy nazar. Qaysi etnik va diniy tarafdor bo'lishidan qat'iy. Shunga bizning Suriyadagi Uyg'urlarninki taqdiri menimcha Turkiyaninki Suriyadagi masalasi bilan munosabatli bo'lib qoladi endi. Turkiyaning masalasi, Suriyadagi masalasi hal bo'lsa, ya'ni Kurdlar masalasi hal bo'lib ketsa, shuning bilan Uyg'urlarning masalasi bir taraf bo'ladi. Agar undaq bo'lmagan taqdirda Uyg'urlar yana Suriyada Turkiyaninki kunlik ostida qiladi. Türkiye'nin menfaati uchun urush qilib turaverdi-da. Albatta. Bunun Uyg'urlar Abduvali muhim bir ayirishini qildi 3 guruh bo'lgan. Aslında 3 guruh bor Suriyadagi Uyg'urlarda. Ya'ni mundaqcha bitta vaqtda cho'ng 2 guruh bor desakmi bo'ladi. Biri burun, ya'ni 2013dan boshlab, biri bu Daesh guruhlari. Daeshchilar. Daesh degani ISIS. Bu guruh bor. Yeni biri El-Qaida grubu. İslam Partisi, Türkistan İslam Partisi bu El-Qaida grubu. Lekin 2016 yılı nima Jolani Şam azadlık nima uçağda Cebhetin Nusra, yani Nusra Fronti deb atalgan. Uni endi 2016 yılı Nusra Fronti o'zlarininki El-Qaida bilan bo'lgan munosabatini uzgandan keyin anandan keyin Sham ozodlik hay'ati deb yangi ism qo'ygan o'zlariga. 2016dan boshlab Uyg'urlarmi, masalan Türkistan İslam Partisi'mi menimcha Jolanilar bilan bo'lgan munosabatimiz uzildi deb o'ylayman. Şunun bilan endi ular eng oxirida yana shu Turkiyaninki qanot ostiga kirib ketdi endi. Shunga Turkiya bilan Turkiyaning Suriyadagi
manfaati va masalasi bilan bizning Uyg'urlarning Suriyadagi masalasi hal bo'ladi. Ya bir taraf bo'ladi. Köpten köp rahmet. İşetken sizin qo'shimcha qilganlaringiz bo'lsa siz Men shu yerda qo'shishim bor. Birsi nimaniki bu Abdualininki degan gapiga azroq yana qo'shimchalar. Masalan, ananki Ahmadjon dedi, Turkiya istixboroti bilan Xitoy istixboroti birlashib dedi. Ahmadjon shuni degandilar, og'aynam shuni deydi. Kallamga nima keldi? Vartanınki Salarovni qo'g'dash kinosiga ko'z oldimga keldi. Bir senariysi var. Partizanlarni shahardan partizanlar tarafiga o'tkazib etish. O'tkazib etadigan 50 dek odam. Onun ichiga nemislar ma'qul deb qanchani qo'shidi? 5 ni qo'shidi. Bu yerda demakchi o'g'lim bormi Xitoyning balkim bor. Ammo ularning hammasi emas. Ko'p sondikilari shu mayli jihad deyli, mayli vatan deyli, shuningga chiqqan zulmga chidimadi. Ama ularning orasida alsanda Xitoy kirgizgan. Albatta men Uyg'urlar chiqqan Uyg'urlarning hammasini unda Xitoy. Ya. Şunun sen qo'shib atma, ya seni onu %100 hammasi dedi demedim. Bu birisi. İkinci mesele, masalan, yana bir kallamga kelgan narsa. Masalan, 44-yildagi Cumhuriyet inqilobida mayli Ahmet Efendim bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin. Bularning Abdukerim Abbosovni hatto Sovetninki partizanlar bilan birga kirgizgan chegaradan. Bular kirgan vaqtida men ishonima ko'pinchisi mening hozirgi o'qigan tarix material bo'libmi, hamda shu kommunistlarga O'rta Osiyodagi bizning Sharq Turkiston o'zida ta'siri cho'ng bo'lgan Sulton G'oliyev deb bir tatar bor. Bu adam shu kommunizm nazariyasini, marksizmni islom bilan birlashtirib, shu yangi nasionalizm, ya'ni islom kimligidagi bir milliy kimlikni qilgan. Endi shu vaqtdagi gapni qisqartsam, shu vaqtdagi Uyg'urlar, ziyolilarimiz, Ahmet Efendim deymiz, shu yenidagilar, sabdoshlari hammasining ko'nglida kommunizm bir dunyo bo'lar. Kommunizm uchun kurash qilganlar. Bu kommunizm degani Sovet o'z ichida, Xitoymi o'z ichida, Sharq Turkiston, O'rta Osiyo hammasi birlashib, mana deganda proletariatlar birlashib bir jamiyat qurish. Mana bu ikkisini selishtirsam, jiqlar meni do'zax qayda yutdi. Hozirgi jihadizm degan Ahmadjon Abay deganimi, naq shuningga o'xshash bir xil xalifalik degani butun islom dunyosi yana bironqidek Osmanlı'nın bir qanot ostida yoki uningda. Ammo lekin mening bu yerda azroq o'xshamaydigan Ahmadjonninkidan deydiganim, dunyo uyg'onyotidi, xalqlar ko'ryotidi. Mayli shu Turkiyaga borgan Uyg'urlar yoki Suriyaga borganlar, Turkiyaninki va arablarning hammasining o'z oldiga bir milliy kimligining uchun kurash qilayotganligini ko'rgandan keyin bulardimi, masalan, Turkiyada yashadi. Belki bular Türkiye bilan qanot ostida bo'lganiki yana hozirgacha munosabati bor. Turkiyaninki milliy kimligining bu yerdagi Suriya bilan o'xshamaydiganligi, hattoki kurdlar bilan Suriya, Abay Ahmadjon dedi, Suriya kurd demokrat nima dedim-ku. Shuningga o'xshash ashularmi o'zini hargiz bir kurd milliy kimligi emas, Suriya davlatidagi kurdlar deb davatgan. Bu narsa menimcha shu Uyg'urlarga ta'sir qilib, xuddi mening 44ni akilishimdagi sabab Ahmet Efendimlarmi kaynida boshda garchi bolshevik salohiyati bilan, Sovet bolshevik salohiyati bilan kirgan vatanga. Kirib, shu yerda kurash qildi, mustaqil bo'ldi. Kaynida shu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun jinini berdi. Kommunizm uchun bermadi. Agar kommunizm uchun bo'lgan bo'lsa, Stalinning hamma nimasiga ma'qul degan bo'lsa, balkim Sayfiddinning o'rniga Ahmet Efendim o'tirardi. Bunda bo'lmadi. Demak, bu yerda Ahmet Efendim boshliq bir turkumlar, garchi boshda kommunizm, dunyo kommunizm proletariatlar vatani qurimiz degan bo'lsa, ammo oxirsida Sharq Turkiston Cumhuriyati uchun, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun o'zini taqdim qildi. Shuningga o'xshash biz ilqi bir qilibda qarabla bularga baho berib, bu mushunda bo'ldi, mushda mangidi deyish menimcha azroq bir taraflim bo'lib qolamdi yoki bir dogma bo'lamdi deb shuni demoqchi. Hamda oxiriga kelsak, Ahmadjonniki qo'shilma. Agar
Suriyadagi vaziyat mushu cho'ng kuchlarningki kelishma so'yichi mansa bu Uyg'urlarning taqdiri naq Afg'onistondek tragediya bilan oyoqlashidi. Ama şunun için mening başta deganim shu, hammamizga tushgan bir vazifa qanday qilib buni saqlab qolish va buni vatan mustaqillik erkinligi uchun bir fidokor kuchga aylantirish. Bu endi chet eldagi hammamizningki zimmasiga tushgan bir vazifa, ham o'ylashga, jiddiy o'ylashga tegishli bir masala deb qarayman Abduvali deganga o'xshash. Bularni qanday qilib markalash, ko'z-ko'z dunyoga va boshlanish yaxshi. Shaxsan menimcha boshlanish yaxshi. Mayli telegrafniki bo'lsin, Xitoynikidan boshqasida hozirgacha ularga labelni chaplamadi, terrorist deb chaplamadi. Bu yerda bu milliy qirg'inchilik bir kontekst bo'lib ko'rinyapti, mazmun bo'lib ko'rinyapti, oldiga chiqyapti. Buni qanday pishtirib, texmi kengaytib, buningdan foydalangan oldu. Bu endi hammamizga qolgan vazifa deb qarayman. Rahmat. İlşetga kötü köprem vaxtımı az qaptı. En axır sualını Abduvali aka sizga qo'yay. Siz to'g'riliq sizga bo'lgan uchi yipiq tanqidlar ko'payib qoldi. Hammasini biroq javob bergach, en axır so'raydigan yana bir qo'shimcha qilib qo'ygan savolim, sizcha Suriyadagi Uyg'urlarning kallasi sizcha qanday deb o'ylaysiz? Ular hozircha jihatchi, ishchi bir kallı bilenmi yoki xeyli bir dunyoning hozir siyosiy ahvolini analiz qilgudek darajada bir aqlı adamlar bormi ichida, bu yo'l ko'rsatmagidek darajada burunqi o'xshash jihatchi kurashni muhim o'rin tutamdi yoki milliy bir kurash ideyasi bormi u yerga Uyg'urlarniki? Yani ulanmış Uyg'urlar meselesiga bir tanish qilgudek bir imkoniyat bor deb qaramsiz? To'g'riliq masaraf o'zingizning ko'z qarashlarini aytib bergan bo'lsangiz. Men oldi bilan ayliqi nimishqa Afg'onistondan kelgan Uyg'urlar deganni bakrak ta'kidladim desa, bu yerda sabab bu. Bu Uyg'urlar oldi bilan Afg'onistondan ba'zilari Turkiyaga kelib, Turkiyadan Suriyaga kirdi. Ba'zilari Afg'onistondan Eronga kirib, Erondan Suriyaga kirdi. Shu bu yerda bu asli dastlabki bu nima kelgan Uyg'urlar, Suriyaga kelgan Uyg'urlar, vatandan kelgan Uyg'urlar emas. Nimishqul ya asli tegi vatandan kelgan. Lekin ular Suriyada nima? Afg'onistonda va Pokistonda xili turgan Uyg'urlar ular. Vatandan yangi chiqqan Uyg'urlar emas, yangi kelgan Uyg'urlar. Ular Afg'oniston va Pokistondan bir mezgil shu yerda mashq qilgan, Palampiston ishlab bo'lgandan keyin bular kelgan. Kelib bu yerda bir kep bo'lgandan keyin ondan Türk istihboroti yani ma'lumotlarga asosan ularning yardım bilan İstanbulda dernek qurib, Qaysariyada ishxona qurib, ondan vatandagi Uyg'urlarni chaqirib, mandaq etgan. Shu bu yerda buning farqlantirishimizning sababi bu. Yani Afg'onistondagi Uyg'urlar amaliyotda vatandagi Uyg'urlarni Türkiye istihboroti, Türkiye'nin yardımı, hamkorligi, ishbirligi orqali Suriyaga kelib kirgan. Amil bu. Birinchi amil bu endi. Endi biz bu Uyg'urlarning fikri iqimi qanday deganga qarasak, men 2015-yil 11-oyda tunji qatim bular bilan uchrashgan Qaysariyda. Çünkü Qaysariyda bularninki g'ayriy-rasmiy ishxonasi botdi. Ondan İstanbulda mı ishxonasi botdi, oshxonasi botdi. Yani bir mükemmel bir sistema. İqtisodni qildigan ayrim, siyosatning ishlarini qildigan ayrim, Türkiye bilan aloqa qildigan ayrim degandek nayt bir mükemmel bir sistemati bu. Shu chog'da men bu sistemidagi odamlarninki bir qismi bilan uchrashib boqqan. Men uchrashgan bir kishi o'lib ketdi. O adam nimaga mas'uldi? Bu shu inglizcha logistik deydi. Arqa sap ishlarga mas'ul kishi edi. Bu adam o'lib ketdi. Abdug'appar Tam Uyg'ur degan adam o'lib ketdi. Demak, endi buning xalqaro matbuot bo'lsin, mayli Turkiyada bundan oshkorlanishi mumkin nurg'un narsalar. Bularning shunda bo'lganligini birsi aql
logika orqali mı çıkaqlı buldu. İkincisi ameliyatda mı hem de şu reallik var. Bu birisi. Hem de ikincisi Uygurlarning özünün fikir yakımı qandaq dese, bunun da bütünley bir tayaqda haydigili bo'lmaydi. Onun içinde hakikaten İslam halifligi, yani umumi İslami meselenin içinde Uygur meselesini hal qilamiz degan fikirli kişilermi var. Yok biz özümüzün meselesini özümüz hal qilamiz. Biz bu yerda faqat Suriyada chiniqqini tecrübe toplagılı, qo'shin qurg'ili keldik degan fikirdagilar bor. Üçüncü fikirdagilar u emas, men aşağıda bir yaxshi chiniqib vatanimdagi qarindoshlarni qutqizib deydiganlar bor. Şu bu yerda bir xillam odamlar degil bo'lmaydi. Har xil odamlar bor. Endi 2017-yili şu New York Times, New York vaqt gazetasi maqolalarni qilgan chaqda şu temini men birga ishlagan. Jerry Shee bilan birga. Shu yerdan qaytgan Uyg'urlar bilan men ko'rishgan o'zim. Şuna ularninki şu Jerry Shee shu narsani yozdi. Deydi u yerga borgan askar, ya'ni askar bo'lib borgan bolalar. Mening Asad bilan ishim yo'q. Men Asadni tonimayman. Asad bilan munosabatim yo'q. Mening Suriyaga berishim shu yerda qurol etishni mashq qilib, har xil qarshilik usullarini mashq qilib, vatanga berib, urug' tuqqanlarimni, qarindoshlarimni qutqizaman. Degan gap bor. Yani birisi senin ideologiyang nima desa, shu chog'dagi Uyg'urlarninki biri yer atrofidagisi bizning edimiz vatanni qutqizish. Bo'lak narsa emas. Hatto bir Uyg'ur boldan Jarishi shu narsani so'ragan. Sen Suriyaga berib nima o'rganding desa, men Suriyaga berib Suriyadagi ustozlarimizdan, qo'mondonlarimizdan Yahudilarning qandoq davlat qurganligini, qandoq hayot qolganini, ularning davlat qurishdagi tajribalarini o'rgandim degan. Bu gap deyilgandan keyin mush xabarni İsraildagi bir gazet, Herat qo'yim xatolashmasam. Shu gazet buni mushul tem bilan e'lon qildi. Uyg'urlar Suriyada İsrailliklarning davlat qurish tajribasini o'rgatadi degan xabarni e'lon qildi. Yani şuna bu Uygurlarning hammasini undaqchi, endi mushlar desa oson bo'ldi. İnsanlar generalize, yani umumlashtirishga amroq. Chunki ashta qilgancha oson qutulamiz biz masaladan. Lekin astoydil bo'lgan chaqda u yerdagi odamlarmi har qachon bir qalbdagi, bir fikrdagi odamlar emas, o'xshamagan iqlim, o'xshamagan fikr, o'xshamagan maqsadli kishilar shu yerga borgan endi. Endi mening bu oxirgi savolga qo'shimcha qilganim bu Uyg'urlarning kelgusi qandoq bo'ldi? Meningcha kelgusining qandoq bo'lishiga hammalar mas'ul. Biz qandoq qilsak shunday bo'ldi kelgusi. Birsi biz ularni qandoq tushundirsak, dunyo shundoq tushunadi. Abayam dedim-ku men, Xitoyning aqllan biri Osiyo vaqtida 3 parcha maqola e'lon qilibdi. Endi Abdullayev bir parcha maqola e'lon qilish kerak asli. Uni qilmabdi. Bu mening kamchilikim. Ya'ni ularni tushuntirishda biz tushundirmabmiz, lekin haq allaqachon oldimizga o'tib tushuntirib qo'yibdi. Bu birsi. İkincisi, Uygurlarning bu Asad qarshi urushda qo'shgan töhfisi mayli bu shu kuchlar tarafidan bo'lsin, mayli xalqaro axborot tarafidan bo'lsin, olqishlandi. Bu to'g'ri. Chunki bu bir zolim Asad qarshi turish insoniyatningki axloqiga uyg'un. Endi ikkinchi qadamda bu urush davomlashyapti. Jolani armiyasi va Turkiya armiyasi, Turkiyaning kuchlari maslahati bilan bu kurdlar qarshi urushib qolsa, Uyg'urlar kurdlar qarshi urush qatnashsa, bu sevimlik obraz yo'qolib ketishi mumkin. Chunki Uyg'urlarmi zulm qarshi bir millat, o'zining hurlik uchun kurash qilayotgan bir millat. Kurdlarmi o'zining hurlik uchun kurash qilayotgan bir millat. Uyg'urlarning kishining hurligi ko'rishiga qarshi maydonda bir davlat armiyasining sutida, ya'ni Suriya armiyasi sutida Kurd armiyasi qarshi urush qilsa, shu urushdan o'rin olsa, mayli Jolani taraf turib, mayli Turkiya taraf turib, buni hech qanday qilib biz tushundirmaymiz. Buni tushuntirishga hech kimningki mening aqlim yetmadi, endi qolgan ikki ustozimizning aytganini bilmayman, mening aqlim yetmaydi. Buni hech kimga tushuntirgili bo'lmaydi. Endi uchinchi, unda bo'lmagan taqdirda, ichki urush bo'lgan taqdirda bu yerda nima bir taraf, Kurdlar bir taraf, Jolani bir taraf, albatta Turkiya qo'llayotgan taraf bir taraf. Endi bu chaqda Uyg'urlar o chaqda nima bilan urushadi desa, tabiiy holda yana Kurdlar bilan urushadi.
bu çağdımı bunu hiç kandak kılıp biz düşündüremeyiz. Hem bu mu bizden bir şeyde ziyalilarınki meydanda turbatkan, şunu oylaşıvatkan kişilerge bir teşebbüslerimizden birisi. Yani bu tallaşta oyluş bakkan çağda müşnesini mi yapışı oyluş gerek. Hem de bizden kelgen çağda bir fırsat neyme dese bu uğraşta. Bir fırsat meyli sani kançı bolsun, şiyada şunçilik Uygur'un saklanıp kalışı bizden bəxtimiz. Çünkü bizde adam lazım, san lazım. Menen ulardan küçülüğünü neyme dese, Kürtler bilen, devlet armiyası bilen, yani devletteki hukuktarlar bilen yaxşı məsləhətləşib, əsərlik turbatqan 2000'dək kişi var, onun 450'ki ayal, qağının əmisi balılar. Hem de meyli bizden tirşallığımız bilen bulamdı, meyli şu korallı qeyrindaşlarımızdan yardım bilen bulamdı. Uygurlarını bir cemlevili şu banada. Yani əsərlik turbatqan Uygurlar bilen, korallık Uygurlarınki aile tavabatları hemisi biriye ekilip bir mahalle kuruluşuna fırsat izleş. Hem de nime taraf turbatkan Kürtmenler bilen birlikte uruş ve Türkmenler bilen birlikte uruş kılatkan Uygurlarının mı bir yarış iş kılıp bir mahallede birlikte yaşaş fırsatı. Hem bizden kolumuzdan kelse şu 3 Türk'üm Uygurlarını bir yere ekilip bir çıraylık mahallesi berpa olsa şiyada özünün milli kimlikini saklap kalışı. Bu bizdenki tirşallık gösterdiğin kelbistiki nişanlarımızdan birisi buluş gerek geldi. Abdüvelik'e köp rahmet. Baş qo'shimcha bo'lsa 2007 giponlarni asan boludu. Bomza programını takayma. Ben de qo'shimcha qilib aytay. Abduveli'ninki gibidan qaraganda xuddi bu Suriyadagi Uyg'urlar her bütün taraflar mayli u ISIS'chilar bo'lsin yoki Al-Qoidachilar bo'lsin yoki Turkiya bilan birga Kürtlar bilan Türkmenler bilan birga urush qilayotganlar bo'lsin, xuddi hech nima bilmaydiganlardek, nim qilayotganligini bilmaydiganlardek, xuddi bizga muhtojdek, biz bularni bir yerga akildigandek, shunday shaklda deyotdi. Menimcha reallik undaq emas endi. Ular nayt yaxshi biladi, bizni yaxshi bilmay qilayotganligini biladi. Andan keyin İkinciden bu Kürtlerinin türmelerinde turbatkan bu ISIS'çiler, ISIS'nin aile tavabatları, ulanı balılar olamdı, ayallar olamdı, hiç kandak bir devlet, ulanı eketkini yok. Bütünley vazgeçti uladın. Hatta şu Begam degen Angelia'nınki özünün şeklini özgertip, bazıları yani kapyalangaçlıkideki resimlerge düşüp, aşına kısmı, onu Angelia'ya eketkini yok, bütünley ne kıvetti, özününki nimsidin tevelligidin çıkırıvetti. Gerecanlığını mani kıvetti. Hiç kandak devlet ne kılgını yok. Biz hem de aşağıdaki Uygurlarını biz kutsalışımız gerek mi? Biz kandak kutsalayımız olanı. Ya bizim devletimiz olmasa birinciden. Eğer bizim devletimiz olgan olsa, benim nezerimde memnu başka şu bizim o Anglia ya başka Avrupa'daki devletler, başka devletlerde bizim vazgeçmemiz gerek oladın. Nimba olar o yerde. Kim için uğraşıyordu o yerde? Kim için uğraştı? Yani müşnak taraflar var. Hem de yeni bir taraftan El-Qaidiçiler var. Mesela Uygurlar 2016 yılı Jolani özünün teşkilatını El-Qaide'den münasibetin üzgen vaxtıda Uygurlar bilen Jolani'nin münasibetini şu yerde üzülgen. Şu an nurgun Uygurlar Suriye'den Türkiye'ye qaytqan, ya olmasa Jolani bilen birlikte uruş kılıbatqan, El-Qaide içinde uruş kılıbatqanlar, anındakin Türkiye tarafı ötüp ketken. Türkiye bilen birlikte uruş kılıbatqanlar tarafı ötüp ketken. Bunun şunda boğan. Ular özlerinin nem kuvvetqanlığını bildirdi demekçi ben. Şuna biz ularni fakat Uygur boğanlık üçünler bular en ahırda yine bizim milli müstakillik hareketimiz için kuraş kılıbatqanlar dep şu etibar bilen ulağa arlaşsak ya olmasa ularni bir yerga akilishga tirishsak, xuddi biz ularning nim qilayotganligini bilmaydiganligidek mushundaq bir hukmni hosil qilib qo'yishimiz mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Manga kelgan bo'lsa, mening vaqtim yo'q. Abduvalininkiga asosan qo'shilaman. Ahmadjonning deganimi to'g'ri. Masalan, bu yerda ularni o'zi biladi. Ammo lekin
bu yerda mening bir narsani ta'kidligim bor, u bo'lsa, biz burunqidek endi voy qo'rqib, urkib uningdan o'zimizni tortib, voy bu Xitoyga bana bo'lamdi. Xitoyga bana bo'lsa-mu milliy qirg'inchilikdagi bir millat biz, engrayotgan, jon talishayotgan millat. Ular bo'lsa-mu bizni yo'qityotdi, bo'lmagan vaqtida yo'qotgan, e'tirof qilsaqmi yo'qityotdi, e'tirof qilmasaqmi yo'qityotdi. Shuning uchun ularning borlig'ini e'tirof qilish lozim. Ulardan qanchalik bizning qo'limizdan kelishicha ularni shu vatan davosiga bir kuch bo'ldiganga biz qanchalik qila olamiz. Menimcha bu to'g'riliq o'ylanish bu birinchi masala. Ulardan o'zimizni qochirib, yo'shirgan u vaqt o'tib ketdi. Agar abaymi dedim, milliy qirg'inchilik bo'lmagan bo'lsa, yana Uyg'urlarimiz, ziyolilarimiz so'zlaydigan davrlar bo'lgan bo'lsa, balkim o'zimizni qochirib, voy terrorist qalpoqni kiyib qolmaylik. Hozir u yerni biz o'tib bo'ldik. Shuning uchun shaxsan men abay degandek, shu neminikin, telegrafnikin ko'rib bir xil havas qildim. Rost gap, yeshim cho'nka bo'lmasa boshqacha o'ylashim mumkin-di. Shuningga mana degan vaqtida biz o'ylashga davri keldi. Qanday qilamiz, nima qilamiz, qanday foydalana olamiz? Mayli ular bo'lsin, mayli bular bo'lsin, biz bo'laylik. Ahmadjonninki gapiga, gapiga qo'shilaman. Ularning kallasi bor, ularni o'y bilan, plan bilan bog'anlar. Ularni tirishidi, ammo bizmi o'zimizni qochirmaylik deyman. Shuning tugidi gapim. Rahmat. Köpten köp rahmat ularning mush vaqtinglarni ajratib bizga qimmatli fikrlaringlarni belgilaganlar uchun. Programımız mush yerda oxirlashdi. Kelar qaytamliq programda ko'rishguncha amon bo'linglar. Rahmat.